Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolar, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda olib kelib o'rnatdik. Xo'sh, 4 ta eshik, 3 ta rom olib kelib o'rnatdik. Asakaga olib kelib o'rnatdik, xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Bu eshiklarimizni xudo xolasa mana romimiz mana o'ta sifatli mokri rangda bo'lgan, xudo xolasa. Shular o'ta ideal darajada bo'lgan. Buni eshigimiz mana 2 qanotli eshik. Yani o'ta zo'r, sifatli zamonlar ham. O'ta zamon tozasidan bo'lgan. Xudo xolasa ideal darajada mana. Mana 2 qanot. Xudo xolasa. Bu romimiz mana bu ham 2 qanot mana. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Behijolat hamma yog'ini ishonchli, xudo xolasa. Mana otish yopilishlari ham mana ko'rib borasizlar. Mana ichkarida ham yana bitta romimiz bor. İchkarida ham bor mana. Mana bu yerda ham bor. Hamma yo'q ishonchli, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa mana o'ta ideal darajada xudo xolasa qilib berib yetkazib beramiz, xudo xolasa. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. Nomerlarimiz 91lik 487 0033. Doim aloqadamiz, xudo xolasa. Bitta podpiska bitta like qilinglar, kanal rivoji uchun amirlarga rahmat, ishlarga omad.